Bizga sut kerak bo'ladi. Men Pure Milk'ni sutlardan foydalandim. Foizini ahamiyati yo'q. Iliq holida bo'lishi kerak. Talablarga binoan hamma o'lchamlarni qoshiqda olganman. Videoning tagida siz uchun yozib qo'yaman. Ochilmagan droje kerak bo'ladi. Drojani solib bitta aralashtirib, ustidan un solamiz va yopib 15 daqiqaga olib qo'yamiz. Ikkita tuxumni ham solib bitta aralashtiramiz. Un solib xamir qoramiz. Xamirimiz xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Xamirimizni 20 minut oshiramiz. 20 minutdan so'ng xona haroratidagi sayroq suramiz va ustidan mak sepamiz. Mak xohishga ko'ra. Videoda ko'rsatilgandek qilib yopasizlar. Bo'lmasam oddiy qatlama somsani o'raganda tayyorlasanglar ham bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib kesib olamiz. Xamirini kechqurun tayyorlab qo'ysanglar, ertalab saharlikka bemalol tayyorlab bersanglar bo'ladi. Ustini yopib, yana 15 daqiqa oshirib duxovkada pishirib olamiz. Ustidan sirop qo'yamiz, kokos stroshka sepamiz. Issiqqina kofelar bilan maza qilib iste'mol qilsanglar bo'ladi. Sizlarga ham o'xshab chiqadi, shunaqa zo'r chiqadi. Hammaga yoqishi aniq. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Bu bulchkaning nomi Turetskiy bulchka deyiladi.